PUBG'chilarning sevimli telefonlaridan biri bo'lgan GT20 Pro telefonimiz keldi. Sotuvga qo'yapmiz. Shu telefonimizni yaqinda xarid qildik. Korobka dokumenti, o'zining original zaryadniklari, hamma narsasi joyida ekan. Xotirasi 256 GB, operativ tizimi 8+5, holati o'rtacha holatda. Tagidan shu kichkina bitta bitnochasi bor ekan. Qolgan joylari yaxshi mikro o'tkazib qo'yilgan, ikkita sim kartalari, hech qanday aybi nuqsoni yo'q. Ushbu telefonimiz narxi $215 ga berib yuboriladi. PUBG'da 120 FPS da bemalol ishlab bera oladi. Kimga qiziq bo'lsa tez aloqa qilib qo'yasizlar. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Agar siz boshqa viloyatdan turib xarid qilishni xohlasangiz, bemalol sizga pochta orqali dostavka qilib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Bu tarafdan muammosi yo'q. Telefonimiz qiziq bo'lgan bo'lsa aloqa chiqib qo'yinglar. Mana shu nomerlarga telefon qilib yoki shu nomerga Telegram orqali biz bilan bog'lansangiz va qo'shimcha ma'lumot olsangiz bo'ladi. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Kanalimizga qo'yilgan Infinix GT20 Pro arzon narxda qo'yilmagan edi, lekin qo'yilganlari ham bor. Xiaomi 10T Pro, Xiaomi 13T Pro va Poco'ni X6 Pro'sini arzon narxdagisi. Hozir hammasi birdaniga baraka bo'ldi. Mana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlarga ham o'zimizga murojaat qilasizlar. Imkon bo'lsa, bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yaverasizlar. U yerda birinchilardan bo'lib tezkor xabarlarni bilib ko'rib tursanglar bo'ladi. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizga kutib qolamiz. Instagram kanalimizga $160 evaziga 120 FPS'li telefon qo'ygan edik. Poco X5 Pro'ni 512 GB lik varianti. Hozir Instagramdan ko'rib kelishgan ekan. Pulni sразу joyida sanab berishdi. Operativkasini, xotirasini ko'rsatib qo'yay. O'sha telefonmi yoki yo'q ekanligini bilish maqsadida mana 512 GB barcha tafsilotini ko'rsatamiz. 12 $160 ga baraka bo'ldi. Okey, bergan pulingizga rozi bo'ling, yaxshilikka xizmat qilsin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.